Prezident Xorazmda aeroport va temir yo'l bekatini bog'laydigan O'zbekistondagi birinchi loyiha bilan tanishdi. Muddatli to'lov 12 oydan oshmaydigan bo'ladi. Liftga har oy texnik xizmat ko'rsatilishi belgilab qo'yildi. Avtobusda yo'l kira to'lamaganlik uchun jarima 10 barobar oshirilishi mumkin. Viza va ish va'dasi bilan pul olgan shaxslar qo'lga tushdi. Kunning eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifi davomida Urganch xalqaro aeroporti va Xiva temir yo'l bekatini bog'laydigan yangi temir yo'l liniyasi bilan tanishdi. Qiymati 225 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida Urganch xalqaro aeroporti va temir yo'l vokzalini bog'lovchi 11 kilometrlik yangi temir yo'l liniyasi qurildi. Unda bir bekat, ko'prik, avtomobil yo'llari bilan kesishmalar va 25 ta suv o'tkazish inshooti barpo etildi. Yangi yo'nalish orqali yiliga qariyb 650 ming nafar mahalliy va xorijlik sayyohni tashish imkoniyati yaratildi. Xiva va Urganch o'rtasidagi qatnov vaqti 2 barobarga qisqarib, 80 daqiqadan 40 daqiqaga tushadi. 30 ga yaqin yangi ish o'rni tashkil etildi. Aeroport va temir yo'lni bevosita bog'laydigan bunday loyiha mamlakatda birinchi marta amalga oshirilmoqda. Urganch xalqaro aeroporti Xiva yo'nalishida Xitoyda ishlab chiqarilgan CR200G elektropoyezdi qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Davlat rahbari yangi elektropoyezdda Xiva shahriga bordi. Davom etamiz. Prezidentning aholiga muddatli to'lov xizmatlari ko'rsatilishini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, bunday xizmatlarni ko'rsatish shartnomasi bir qator talablarga muvofiq bo'lishi lozim. Xususan, muddatli to'lov xizmati obyektining qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 250 baravaridan, ya'ni 103 million so'mdan oshmasligi belgilandi. Shuningdek, shartnomada muddatli to'lov xizmati operatorning komissiya, ya'ni ustama to'lovlari hamda tovar, ish yoki xizmatning yakuniy qiymatiga kiritiladigan boshqa to'lovlar alohida ko'rsatilishi shart. Bundan tashqari muddatli to'lov xizmatini ko'rsatish shartnomasi bo'yicha iste'molchi majburiyatining eng ko'p muddati shartnoma tuzilgan kundan boshlab 12 oy etib belgilandi. Navbatdagi xabar: Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining yangi buyrug'iga asosan ko'p kvartirali uyni boshqarish organi liftlarining butun foydalanish muddati davomida avariyasiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash kerakligi belgilandi. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun lift to'xtatib qo'yilgan vaqt bundan mustasno. Liftga har oy texnik xizmat ko'rsatilishi va yiliga bir marta davriy texnik ko'rik o'tkazilishi ta'minlanadi. Avariya, nosozlik yoki boshqa xavfli holatlar aniqlansa, liftga texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga darhol xabar berilishi kerak. Lift kabinasida undan foydalanish qoidalari, liftning nomi va yuk ko'tarish qobiliyati, ruxsat etilgan yo'lovchilar soni ko'rsatilgan lavha bo'lishi shart. Shuningdek, unda xavfsiz lift elektron platformasidagi qayd raqami, davriy texnik ko'rikdan o'tgani haqida ma'lumot hamda texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki avariya xizmati bilan bog'lanish uchun telefon raqami joylashtiriladi. Navbatdagi xabar bilan tanishing. Avtobusda bir necha bor yo'l kira to'lamay yurganga jarima miqdori 10 barobar oshirilishi mumkin. Transport vazirligi xabariga ko'ra, tegishli takliflar ishlab chiqilib, Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Takliflar shundan iboratki, birinchi marotaba yo'l haqini to'lamaganlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 dan 1 qismi, ya'ni bu 1-sentyabrdan 220 ming so'm, takroran sodir etilsa 1 baravar, ya'ni 440 ming so'mgacha jarima jazosi belgilanmoqda, dedi Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi direktori Muhammadjon Qahhorov O'zbekiston 24 telekanalga bergan intervyusida. Uning ma'lum qilishicha, 2026-yilning o'tgan 7 oy mobaynida 82 mingdan ortiq yo'lovchi yo'l haqini to'lamagani aniqlangan. Ushbu huquqbuzarlardan 2 milliard so'mdan ortiq jarima pullari undirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, yo'lovchining trolleybusda, tramvayda, shahar ichida va shahar atrofiga qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurishi bazaviy hisoblash miqdorining 10 dan 1, ya'ni bugungi kunda 41 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi belgilangan. Davom etamiz. Davlat xavfsizlik xizmati iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida fuqarolarni xorijga ishga jo'natish bilan bog'liq bir nechta firibgarlik holatlariga chek qo'yildi. Jumladan Toshkent shahrida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs o'z tanishlari orqali Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 6 nafar fuqaroni Slovakiyaga ishga jo'natishni va'da qilgan. U buning evaziga jami 145 million so'm talab qilib, oldindan 85 million so'm olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan.
Yana bir holat Toshkent shahrida qayd etilgan. Xorijiy davlatlarga viza olish bo'yicha konsalting xizmatlari ko'rsatuvchi korxona rahbari 2002-yilda tug'ilgan poytaxtlik fuqaroning ishonchiga kirgan. U viza rasmiylashtirish orqali fuqaroni Germaniyaga ishga jo'natishni va'da qilib, evaziga 4000 AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olingan. Shunga o'xshash holat Toshkent viloyatida ham aniqlangan. Zangiota tumanida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan ayol Angren shahrida istiqomat qiluvchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaroni Janubiy Koreyaga ishlash uchun jo'natishni va'da qilgan. U viza rasmiylashtirib berish evaziga 5900 AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.